Assalomu alaykum gruppadoshlar. Akalar ukalar ishlayaptimi? Nima qilibdi bular? Yo'nalib qolibdimi? Ichida bitta duman. Bu ko'tarilishi hozir bular ishlashni boshlaydi. Mana birinchi poching. Mana birinchi kilobdan shu. Mana qilibdi. Tepadan ham o'ynabdi. Qisib kelib ham o'ynabdi. Shular xursand. 2 kun uchmagan, yo 1 kun uchmagan. 2 kun mancha uchmagan. Ajratish kerak bularni. Ikkitadan qilib. Hozir boshlaganlar bilan endi qiliqlar qilish. Eng yaxshi momentda qizigandan keyin videoga olsa. O'zi turetikdagilar 5-10 minut qiziydi. Keyin ishlashga tushadi. Bir xilla ko'taradi, birdaniya osmonga, birdaniya uni ishlashini ko'tardi bir xilla. Nima ishlamayapti deb. Mana bittasi. Ular salimni qizib olish kerak-da, keyin o'zini hunarini ko'rsatadi mana o'zi. Ixti. Qaysi bu mo'yin samchka mancha bu modacha. Moycha. O'sha qo'nmoqchi bular o'tkazdi. Majburiy bayroq ko'tarib uchirmayapman bular. Bo'ldi o'sha bayroqdan chiqdi bular. Bular majbur ularni osmonga ushlash yo'q. O'zlari qancha uchsa qo'nadi. Shunaqa kunlar keladi, majbur o'tkazsam ham, tagiga kaftar ochsam ham qo'nmaydi-da bular. Bular vaqti bor. Qancha kaftar ochsangiz qo'nmaydi bular. O'zini vaqtini uchmagandan uchmasa. 2,5 soat, 2 soat men bular osmonga qarab o'tirardim, bular aka-ukalarni. Oldingi partiyalarni. Soatlab qachon tushadi, tagiga kaftar ochardim, tushmasdi. O'zini vaqtini
o'zlari ko'rsatadi bular. Bir xillar deydi, uchmayapti, o'ynamayapti deydilar. Bularga vaqt kerakda, ham tarbiya kerak. Ana shunaqa tarbiya bo'lmasa 0% takla boqish. Agar mana shunaqa kayfni tushunmagan odam luchi takla boqmasin. Отдельно partiya uchirilsa qush, shundan keyin hunarlar ko'rsatadi. Ba'zilar Messinlar bilan birga uchiradi, keyin aytadi hunar yo'q, takla bo'lmadi, takla yomon deydi. Yomon bo'ladi-da. Messinlar bilan Messindan battar bo'ladi, u donxo'r bo'lib qoladi. Yerlarda o'ynash boshlaydi, tomlardan tusha olmadi. Bunaqa boqilmaydi taklalar. Ana shunday boqiladi, yerga qo'nadi, yerdan ko'tariladi. Takla faqat takla bilan uchish kerak. Shundan keyin hunarni ko'rsatadi. Bunaqa katta количество ham kerak emas. Osmonga ko'tarish. Mana shu 4 ta qush meni o'jani o'qilibdi, asabiylashtiribdi. 4 ta qush. Bular o'zi ajratishim kerak men, lekin sharoit yo'q. Havola sal quruqroq bo'lganda bir joydan ajratib qo'yardim bularni, ikkita qilib. Ataklari shunday zak o'tkazadi. Boshlayaptilar asosda. Lekin mana shundan narlar uchyapti-da, faqat bitta narsa ko'rsatyapti hozir ishida. Mana shu 3 ta nar dangasaroq lekin. Dangasaroq modadagi emas. Moda sho'x. Hunarlarni ham ko'rsatadi, lekin narlar sal dangasalik qilyapti, lekin u mana moda o'ynadi. Mana shu 3 ta nar dangasa. O'zi bular sal kechroq oladi-da, bularga xafa bo'lish kerak emas. Juda ham ana bularni nolga tushirish kerak emas narlar. Narlar ham dasto'niy narsani ko'rsatadi-da, o'zini mast qilgan paytlar. Hozir mana endi o'g'il boladan chiqyapti-da bular. 20-25 yoshar bola bo'lganlarimizdan ham xuddi shunaqa narsa edi-da. Asosda mana gullayapti-da bular. Nasib xudo xolasa yaxshi rezultatlar ko'rsatadi. Modaga qarang, shayton moda. Uni laqabini shayton qo'yamiz aka-ukalar. Shayton bu. Bular laqabini donxo'r aytamiz, uchovini. To o'zini hunarini ko'rsatmaguncha. Mana. Nar bu. Movi. Bular qo'nmoqchi o'zicha. Lekin yerda kaftar yo'q. Menimcha shu video roliklarimni hech kim oxirigacha ko'rmagandir-da, ana shunaqa paytlar. Ko'psi o'tkaradi yarim-yarimini. Yoki boshini ko'radi, oxirini ko'rmadi. Shunaqa odamlar ham bor menimcha guruhimizda. Mana bu yerda qancha dars bo'libdi, qancha gap bo'libdi mana bu yerda. Mana bitta yavoyi qo'shildi. Ana shu yavoyi buzadi. Ishlab turgan qushlarni buzadi. Endi hozir bularga yoshlarga bunaqa xalaqat bermayapti-yu, nishat qilmayapti-yu, lekin baribir ham noto'g'ri holat. Boshqa qush qo'shilmash kerak-da bularga. Buzadi bularni. Yani shu narsani e'tibor qilish kerak-da odam. Taklada uchopti u, yavoyi ham. Chap qanotlar bilan. Asosan eng важный narsa turesk taklani uchirgan egasida qo'lida anaqa banka don bilan bo'lishi kerak. Shundan keyin
taklachi deyiladi o'sha odam. Qo'lida banka, ikkinchi qo'lida cho'p. Shundan keyin o'sha odamga tan beraman men. Uni turetk taklarini ham nimalari ko'p. Nima deydi o'zbekchasiga? Mashoratlari deydimi? Nima deydi? Mahoratlarimi? Juda ham ko'p. Mana o'sha dalnidan keldi bular. Yana yavoylar qo'shilib keldi. Yixti. Yavoylarga boshqa ish yo'q. Bah. Ana shu donda обязательно qo'lda bo'lish kerak. Bah. Bular ishlash kerak. Chota bular yomon aynalib qoldi. Mana shu yavoylar ham buzdida hozir. Mana shuni. Yavoylar buzadi bular. O'sha damni o'ynash kerak edi bular. Kelib. Hozir kuzatamizda. Mana. Yopishib qoldi bu yavoy. Nima qilish kerak bilmadim. Bayroq ko'tarish kerakmi? Nima qilish kerak? Qochirish kerak bu dalboyobdi. Aydan o'zi buzib yotdi kaftarlari. O'zi bular o'zi kelib qisish kerak. O'ynash kerak. Pidarat, ot mishat qilibdi-da bular. Va pauza jamnaqa uzun bo'lmadi, lekin pauzalar bo'lmadi bizlar nimamizda, videomizda. Mana osmonga ko'targandan keyin. Uni buyog'ini o'zlaringiz hisob-kitob qilasizlar-da, necha minut uchapti qushlar videoga qarab. Video ham anavi emas. Yana ikkita yavoy qo'shildi. Axrini. Vay. Bular portat они очень сильно испортили, aka-ukalar. Men bular polotini yavoylar konkretni buzdi. Hozir ham sizlar oldingizda. Qaranglardan nimalar qilibdi bular. Yavoylar birga kelibdi bularga qarang. Vay bilan. Buzdi qarochi bular. Agar shunaqa sharoitlar bo'lsa, kaftar uchirayotganlaringizda foydasi yo'q, uni taklab boqishdi. Buzobdi-da bular. Shamishka. Hozir bitta pauza qo'yay aka-ukalar, do'stlar. Bular bayroq bilan qo'rqitmasam bo'lmaydi bular, yavoylar. Gruppadoshlar. Bayroq ko'tardim, foydasi umuman yo'q. Yavoylar yana qo'shilibdi. Ikkita yavoy ekan. Bir gnizdon menimcha yoshlar. Bular buzyapti qushlar, mana ko'zlaringiz oldida. Nimalar bo'libdi uda? Nimalar, qanaqa sho'xlik qilasizlar? Qarochi bular qarori video uzun bo'lib ketmasin. Videoga olib qo'yim, shuning uchun qo'ndirishga harakat qilaman hozir bular. Qo'limda dropper. Hozir buni yerga tashlab, ularni qo'ndiramiz. Mana. Hozir ham pedalni olsin. Qaranglar, chiroyli effekt bo'lish uchun mana shunday qilasizlar. Mana bular kelibdi-ki, kaftarni mana qo'yib yubordim. Mana chiroyli effekt, sal darag'mishat qilibdi. Hozir ko'rasizlar. Ko'rmaganlar bular. Mana endi. Endi ko'rdi bular. Ana shu yavoylar buzobdi-da, mana qaranglar, qushlar qo'nmoqchi, bular qo'ymayapti yavoylar. Ikkita yavoy pastlab uchibdi. Hech bo'lmagan menda bunaqa. Birinchi marta mana yavoylar ham qo'shilib kelibdi. Mana nar o'ynabdi, mana marhamat. Donxo'rlardan dedim-ki.
Nari o'ynabdi. Chubati. Dumani yaxshi boshlayapti. Конкретно buzobdi. Duman tayyorlabdi. Cho'chirib. Ya o'ylar ham tayyorlabdi. Axrini. Ай, ты красавица. Vay, buni fikirovkasini ko'rmaningizda, o'zim ham ko'rmay qoldim. Shuvullab keldi, shuvullab. Gap yo'q. Beh. Shaytoncha bu, shaytoncha. Shaytonchaning akasi. Mana mov yuribdi. Mana shaytoncha. Shaytonchani akasini katta akasi mana shu Chubat. Bu ham o'yinchalar boshlayapti asta-asta. Nasib xudo xolasa bular o'yinlar birgalashib ko'ramiz. Juda chiroyli qush chiqdi. Otasi Turkiyada uchib yurgan Primoy otasi. O'ynadi. O'zini yaxshi tutibdi bu. Moda bo'lganda zo'r bo'lardi, lekin naram yomon emas. Naram yomon emas. Dumancha ham chiroyli narsa bo'libdi, duman. Mana. Hozir отдельно sal qochiraydi buni. Bu ham nar chiqibdi. Bu Rahmonalidan chiqqan. Rahmonali bergan nardan o'shani mana o'g'li. Rahmonalidan chiqqan. Jujada bu duman. Rahmonali bergan dumaningizni bolasi bu. Agar men videomni ko'rsangiz, o'sha bular mana qaranglar, o'sha bechuv, besh narsa spokойно turibdi. Tatagiga. Endi bularni ochamiz. Bularni ochamiz hozir. Bular endi o'rganyapti. Oqlar o'sha ko'tarilyapti, oqlar o'sha ko'tarilyapti. Nima qilamiz, aka-ukalar, bir ko'taramizmi? Bir bismillah deb osmonga ko'taraylik. 4 ta polosati, 2 ta oq. Hozir harakat qilaman ko'tarishga. Flagim bor. Bayrog'im. Hozir shtativ ochaman. Не стоит. Первый раз. Первый класс. Birinchi marta ko'tarishim yerda katta qolgan. Taylabdi yerga.
Chubate уже o'ynabdi. Chubate oqam uchopdi. Mana oqcha, oppa. Ha, oqcha. Sen bilan uchopsan. Bu Chubate уже tortishni ham boshlayapti. Bu ham qo'na olmayapti Chubate. Ey gap yo'q. Tak, kim yetishmayapti? Oqlar bittasi turbada. Bittasi qida. Oq yo'q. Oq. Bo'ynashida uchib yotdi-ku, o'ynab yotdi. Mana bu. Sen nima parod qilyapsan? Yo, bularni ham to'rtta don berib qamaymiz bularni ham. Moviy bitta, 3ta boz. 2ta oq. Boz duqchubi, boz Chubate, boz gladki, moviy gladki. Unisi nesni drop beradi. Ularni uchirishga tayyorlayapmiz aka-ukalar. Bugun birinchi marta bayroq bilan ko'tardim ularni. Asta-sekinlik bilan bularni o'rgatamiz birgalikda. Assalomu alaykum. Qonishlar aka-ukalar, yaxshimisizlar? Sizlarmi? Mana bugun partiya qushlar ochdik, kamroq qaynatdik. Sizlar bilan bo'lishdik. Videolarni ko'rasizlar. Va navbat mana shu qultuq ichida chiqaradigan qushim navbatda uchadi. Oxiri. Astatik slat deydi-ku, hali qanotlari ham qurimadi buni. Bu zakuskasiga-da buni. Bilmadim, biror nima ko'rsatadimi, yo'qmi? Ja, unga ana ishonch yo'q, chunki hali qanot qurilgani yo'q, tayyor bo'lgani yo'q. Endi mana 1-2 marta ko'taryapman buni. Bosh qanotlari hali oxirigacha qurmabdi, lekin chiqdi. Ko'ramiz akalar, sizlar bilan birgalikda. Bitta narsani aytmoqchi edim. Yana qushni uchirishdan oldin mana bir dona boy uchiradigan paytlaringiz qushni qo'ltig'ingizga soling, ana shunday katta-katta ushlaganingizdan keyin. Qo'ltig'ingizga soling, kamroq oqib qarab yuring, kamroq isinsin qush siz nimangizda. Qo'ltig'ingizda. Keyin uje uspakoyitsa qiladi-da, psixologiyasi buziladi, oldida hech kim yo'q, bir o'zi qanog'i joyda. Shuni tashqariga chiqarasiz-ku, yerga qo'yganingizdan keyin ketadi osmonga qarab. Harakati bilan. Endi hozir buni endi iloji yo'q, bilmayman, hozir nima ko'rsatishib berishi, no fakt yes fakt akalar. Ana shunday qilsalaringiz kачествоsi yaxshiroq bo'ladi. Effekt bor, effekt demoqchiman qushda. Psixически miyasidan o'zgarishlar kiritasizlar-ki, ko'tarilishi yaxshi bo'ladi, o'zini his qilishi yaxshi bo'ladi. Mana kirlicha. Mana. O'zi payday salgina bu yoqqa qaytish kerak, bu yana to'rtta turpoqlar yo qumlari chuqurlash kerak-da. Payday shunday qiladilar. Ko'radi, yo'q asvoyitsa qiladi, hech kim yo'qmi oldida, hech kim bezda qilmayaptimi deb keyin ko'tarsa bo'ladi uni. Xohlamasdan uchibdi.
Bo'ldi, ketdi. Endi bu menga shuni kapris ko'rsataveradi, o'zini injiqligini. Har bir qush o'zini nimasini ko'rsatadi-da. Borini ko'rsatadi. Shunga qarab ish qilasizlar. Bularni ham tushunish kerak-da ba'zi vaqt. Faqat robotdek davay shunday qil, bunday qil deya olmaymiz uni. Uni psixologiyada nima kiritilgan bo'lsa, miyasiga, qoniga o'sha narsani ko'rsatadi. Lekin har bir qush o'zini xarakteri ham bor. Bir xilla bor, shuv quloq solmadi, shunaqalar ham bor. Bu mana Xudoga shukr quloq solyapti-yu, lekin sali men xohlamagandek qilg'ila qilyapti. Ko'tarilganda tikka qilib ko'tarilish kerak. Bu chota menga yonga ketib keyin ko'tariladi. Mana shu tarafdan men minus joyini ham topganman bu qushni. Keyin ba'zilarga yoqadi pastlab uchishi, ba'zilarga yoqmadi. Bu endi qush hozir bilmadim, naborda bo'ladimi, yo'qmi, oxirigacha yo'qolmasa agar sizlar bilan bo'lishaman men shu qushlar akalar. Bu lekin mardin qush, bu miltillab yurmaganman-da biror marta. Mana sollaga uchishdan oldin ham ana shuni yurardi, ana shu tom labi bilan pastlab. Bilmadim uni nima bunday havas keladi shunaqa. Paxoda uni qonida Mardin, buni qonida Mardin. Mardinlar shuni pas bilan yuradi. Turkiyani Mardin degan shahardan kelgan liniyalardan, qonlardan-da mana shular. Shuning uchun bular paslab yuradi. Lekin hunarini har zamonda tez ko'rsatadi bu qushlar, Mardinlar. Ziq bo'lmaysizlar, osmonga kaftar ko'tarib ziq bo'lmaysizlar, chiroyli kelib o'ynab, tortib ketib, ana shunaqa qilg'ila qiladi bular. Har 5 minutda kelish kerak, payday nima bo'yicha. Informatsiya bo'yicha. 5-10 minut, eng ko'pi 15 minutdan keyin kelmadimi, o'ynamadimi, o'sha zerikarli bunaqa qush bilan. Men uchun. Endi sizlar uchun bilmadim qanday. Keldi. Sanamadim akalar, necha marta o'ynadi. Lekin chiroyli keldi. Hali qirovlari sezsin bu, qirovlarni bir ashshat qilsin. Keyin o'zini ko'rsatadi-da borini. Buni faqat uchirish kerak, uni to'xtatish kerak yo'q bu qushni. Bu mehnatkash bu qush. Keladi, ishlaydi bu. Endi kimga qanday bilmadim-u, bir xilla balkim birdaniga 40 metrni xohlayapti, bitta tagadan srazu. Xom narsalardan. Ba'zilar kutmaydi-da. Qush ko'rsatmadimi, deydi-da odamlar. Qachon ko'rsatadi bu, qarab turamanmi, deydi. To'lagini boshqasini tars qilib yo'qotib yuboradi, bozorga sotib yuboradimi? Agar ana shuni yoshligidan tarbiya qilaversa, o'zi ko'rsatadi qush, faqat sabr kerak. Qani endi u? Endi pauza qilmasam bo'lmaydi, bu yuraveradi. Baland gruppadoshlar qush uchyapti, pastdan olyapman. Qancha o'tdi? Bir 5 minut o'tdi-da. Nima qilyapti bu yosh bolaga o'xshab? O'sha tayyor kelinchak bo'lyapti, lekin yosh bolani qilyapti-da qiliqlarni. Kut tashab. Endi bu taraflari. Daralar xastan uchib yuribdi-da bu taraf. Ki ana shu qushlar pamir beradi bularga. Qo'rqitadi. Ya'ni yuradi. Hali 10-15 minut bo'lmagan hali bunga.
mana shu podxod oldim. Bitta podxod qildi-da hozircha. Asosan oshiraveradi-da bular o'zini podxodini. Bu qushlar. Endi qaysi tarafdan keladi? Yana shu men tarafimdan kelsa kerak-da. Kadrni yopadi. Lekin yaxshi kadr bo'lishi kerak bu yerda. Harakat qilmayapti pakacha akalar. Mana endi boshlabdi harakatlarni ko'ramiz hozir shida. Aka-ukalar, qo'shiq ko'rsataman deyapti. Kelibdi bu hozir. Hozir nastroy qilyapti o'zini. Tak. Bilan kelibdi. Daraxt orqasidan qani? Yo, bu kruk emas, bu krukdan olmaydi. Olmadi bu krukdan. Ondan shu tomlar bilan keladi bu shunday. Mana aytganlaringiz. Aka-ukalar, buni o'sha nimasini izchat qilinma. Trayektoriya polyota deydi-ku. Bu o'ziga yo'l oqtaryapti, lekin o'sha mana ikkinchi marta mana bu yerdan kelibdi. Pastlab kelibdi bu. Bunaqasi ya kelibdi-da bu. Paka o'ziga точный adres lokatsiya qo'ymagan pakacha. Tanlayapti o'qish. Qancha ko'proq uchirsam, shuncha o'zini mustahkamlashadi bu. O'sha ikkinchi marta shunaqa yonbosh kelyapti. Ahamiyat qilgan bo'lsangiz. Mana bu yana yong'oq orqasidan kelganda taylaydi. Davay, buril tayla. Buril tayla. Yo, xohlamadi. Ikkinchi zaxodiga kelsa kerak. Bilmadim qanday ko'rsatmoqchi o'zini. Qani endi? Ba'zi vaqt biror nima yoqmasa, buni boshqa krug ham oladi, bir boshqa joyga ketadi-yu, keyin o'zini krugini vastanavit qiladi. Ba'zi vaqt qushlar pameh beradi yoki sal biror nimadan qo'rqib qoladimi? Kella, davayda. Cho'tan shu mayda krugdan harakat to'g'ri kelmayapti buni cho'tan. Bo'lmayapti bunga mayda krug. Maydalar. Ishni katta krugdan yaxshi olasan, ke. Gap yo'q. Video uzunroq bo'ladi, lekin uni живой kelib tomosha qilgan odam kayf qiladi-da. Ba'zi vaqt kaftarbozlar keladi, o'zini dardi bilan keladi. Kaftarlar osmonda, lekin pastga qarab menga dardini aytadi. Sen kaftar ko'rish shekillaymi yo menga dardini aytish shekillaymi? Shu narsani men yomon ko'raman-da. Kaftarbozmi? Kaftar ko'rish keladi. Safsatabozlikka emas. Bunki bunday bo'ldi, bu shunday qildi. Nima kerak u? Osmonda kaftarlar ko'rsatib yotibdi o'zini zo'riqlab, ko'tini yirtib. Chagalar uzun chagalar qilib. Kaftarlar o'zini ko'rsatibdi, bir de odamlar ba'zi vaqt borda shunaqa insonlar. Keladi ichida dardimni aytadi. Ne bo'ldi? Obida tipada osmonda bular ko'tini yirtibdi qushlar. Keyin deydi, yaxshi deydi, o'tiradi, ketadi uyiga. Uya kelgandan keyin o'zini qushini maqtashga tushadi o'sha insonlar. Menki bundan zo'r deb qo'yadi, tamom. O'zinkini ma'qullaydi-da, xulos. Ne uyiga o'tiradi, ya da shu mashina ichiga o'tiradi, o'sha aytadi. Qo'ynaki buni kaftar. Menda bular zo'rlar pataloqqa yopishibdi deydi, qo'yadi, tamom. Hasadchilar-da bular. Havas bilan kelib kaftar ko'rmaydi. Shunaqa odam hali topmadimki, bilaman. Shunday kelib bilat havas bilan ko'rishga. Bir marta Firdavs keldi, jurasi bilan qaralar ko'rsatdim. Addushi mana shu bachalar kayf qildi lekin. Kayf qildi, o'zi ham aytdi, bunaqa qushlar biz anchadan beri ko'rmaganmiz deb primoy aytishdi ko'zimga qarab. Ba'zilarga kaftar ko'rsatasiz, nol reaksiya bilan, bir de vint jaga bilan tortiyotibdi bilan. Nol emotsiyada. Shuning uchun men yosh bolalar bilan aka-uka bo'linman, kaftarbozlar bilan, yoshlar bilan menda bunaqa yo'q. Juralar.
Manda hammasi yosh katta odamlar ko'rsatmadi, короче, bu qush. Mana shuncha ushdi. Ahamiyat qilasizlar. Qush bir marta keldi, chiroyli qilib. Bu qush hali tayyor emas. Hali bu uchgani hech narsa emas. Bu 2 barobar ziyod uchgan piskunligida. Ham yerlarda chiroyli ko'rsatadi.